Qarzlarimizdan o'zing xalos qilgin va bizlarni muhtojlikdan qutqarib, behojat insonlardan qilgin. Osmonga qasam va uni bino qilinishiga qasam. Alloh taolo bunday qasam bilan osmonga e'tibor berib, ibratlanishga undadi. Chunki Alloh taolo osmonlarga joylagan ajoyibotlar har qanday aql egasini hayratga soluvchidir. Buyuk maxluqotlar, ulardagi bitmas, tuganmas ajoyibotlar qanday paydo bo'ldi? Don va urug'lar yorilib undan nihol o'sib chiqishi faqat Allohning xohish irodasi bilan bo'ladi. Ularni o'stiruvchi yolg'iz Allohdir. Rasululloh bu duoda qanday yomonliklardan panoh so'rab Allohga iltijo qildilar. Ya'ni barcha qarzlarimizni, bizning ustimizda bo'lgan barcha haq-huquqlarni o'tashga o'zing muvaffaq qilgin. Albatta eng katta faqirlik qalbning faqirligidir. Boyligi yo'q inson ham faqir bo'lishi mumkin, lekin haqiqiy faqirlik ochko'z bo'lish, qalbning qanoatsiz bo'lishidir. Bandalardan biror narsa ta'ma qilmaslik mana shu haqiqiy boylikdir. الحديث التالي Navbatdagi hadis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: قوله صلى الله عليه وسلم Allohim, sen osmonlarning Robbi, yerning Robbi va ulug' arshning Robbisisan. رب السماوات Sen bizlarning Robbimizsan va barcha narsalarning Robbisisan. Sen donni ham, urug' danaklarni ham undirib o'stiruvchisan. Tavrot, Injil va Furqon, ya'ni Qur'onni nozil qilgan zot sensan. Men sendan barcha narsalarning yomonligidan panoh tilayman. Sen hamma narsani peshonasidan tutguvchisan. Ya'ni biror narsa sening izni irodangdan chiqib ketolmaydi. Allohim, sen avval bo'lgan azaliy zotsan. Sendan oldin biror narsa bo'lmagan. Sen abadiy qoluvchi, boqiy zotsan. Sendan boshqa biror narsa sening izningsiz abadiy qololmaydi. Sen zohiri bo'lgan barcha maxluqotlar ustida oliy zotsan. Sendan yuqori bo'lgan biror narsa yo'qdir. Sen barcha maxfiy narsalarni biluvchi zotsan. Biror narsa sendan yashirinib qoluvchi emas. Qarzlarimizdan o'zing xalos qilgin va bizlarni muhtojlikdan qutqarib, behojat insonlardan qilgin. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilganlar. Ushbu duo, ushbu zikr uyqudan oldin aytiladigan zikr duolarning biri. Musulmon kishi bu buyuk duoni yodlab, har kechada uxlashidan oldin aytmog'i juda afzal. Bu hadisda Rasululloh Allohning buyuk ism-sifatlarini zikr qilib, Allohga tavassul qildilar. Alloh osmonlar va yerni yaratuvchi, boshqaruvchi ekani, Alloh taolo buyuk arshning Robbisi ekanini zikr qilib, Allohdan so'rash. Shuningdek, Alloh insoniyat uchun o'z kitoblarini vahiy qilgani, Alloh taolo insonlarning barcha ishlarini boshqaruvchi ekanini zikr qilib, duo qilishga ta'lim berildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu duoni boshlayotganlarida birinchi: Allohim, sen osmonlarning Robbi, yerning Robbi va ulug' arshning Robbisisan deb aytdilar. ورب العرش العظيم Ya'ni Alloh taolo bu maxluqotlarni barchasini yo'qdan bor qilib yaratdi va ularga egalik qiladi. Alloh taolo bu buyuk maxluqotlarni o'z xohish irodasi bilan qoyim qilib qo'ygan. Osmonlar va yer, shuningdek Allohning arshi juda buyuk maxluqotlardan. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohga duo qilganlarida ushbu buyuk maxluqotlarni va Alloh taolo ularning Robbisi ekanini alohida zikr qildilar. Chunki Alloh taolo bu maxluqotlarga joylagan oyat, mo'jizalar behisobdir. قدرة خالقها سبحانه وتعالى So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo hamma narsani, katta yu kichik, barcha narsalarning Robbisi ekanini alohida zikr qilib, sen bizlarning Robbimizsan va barcha narsalarning Robbisisan deb aytdilar. Rasululloh katta buyuk maxluqotlarni zikr qilganlaridan keyin katta yu kichik barcha maxluqotlarni alohida zikr qildilar. Buning sababi birortasi o'ylab qolmasinki, Alloh faqat katta maxluqotlarning Robbisi ekan, mayda maxluqotlar esa o'zi bilan harakatlanaveradi deb o'ylamasin. Balki Alloh taolo katta yu kichik barcha mavjudotlarning Robbisidir. Albatta osmonlar Allohning cheksiz qudratiga dalolat qiluvchi ulkan maxluqotlardan. Shuning uchun Alloh taolo bir qancha oyatda osmonni qasam bilan alohida zikr qilgan. Alloh taolo aytgan: osmonga qasam va uni bino qilinishiga qasam. Alloh taolo bunday qasam bilan osmonga e'tibor berib, ibratlanishga undadi. Chunki Alloh taolo osmonlarga joylagan ajoyibotlar
har qanday aql egasini hayratga soluvchidir. Osmonning yuksakligi, kengligi, juda buyuk hajmi, undagi quyosh, yulduzlar, ko'plab sayyoralar, ular hammasi osmon uchun ziynat bo'lib turishi katta mo'jizadir. Alloh taolo aytadi: "Albatta, biz dunyo osmonini yulduzlar bilan ziynatlab qo'ydik." Boshqa oyatda: "Albatta, osmonlar va yerni yaratilishi insonlarning yaratilishidan kattadir, lekin ko'p odamlar bilmaydilar." Osmonning ana shunday buyuk qilib yaratilishida albatta aql egalari uchun oyat, mo'jizalar behisobdir. Ular hammasi Allohning cheksiz qudratiga dalolat qiladi. Ey mulhidlar, aqlga butunlay zid gaplarni aytishdan ozgina hijolat bo'lmaysizlar? Bu buyuk maxluqotlar, ulardagi bitmas, tuganmas ajoyibotlar qanday paydo bo'ldi? Allohning cheksiz qudratiga shak shubha qiladigan ey nodon kimsa, osmonlarga, yulduz sayyoralarga, ko'plab galaktikalarga bir nazar solib, inson tasavvur qila olmaydigan darajada cheksiz buyuk bo'lgan koinot haqida tafakkur qilmaysanmi? Bular hammasi Allohning cheksiz qudratiga dalolat qiladi-ku. Yerga ham bir nazar soling. Yerni insonlar yashash uchun qulay qilib kim yaratdi? Alloh taolo aytadi: "Yerni sizlar uchun qarorgoh qilgan, uning orasida daryolarni oqizib qo'ygan, hamda unda tog'larni barpo qilgan va ikki dengiz o'rtasida to'siq qilib qo'ygan zot kim? Albatta Alloh. Allohdan boshqa yaratuvchi biror iloh bormi? Albatta yolg'iz Allohning o'zi barcha narsalarni yaratuvchi va barcha narsalarga egalik qiluvchidir." Allohning cheksiz qudratida shak shubha qiluvchilar aql yurgizmaydigan, biror narsadan ibratlanmaydigan, nafs havosini butunlay iloh qilib olgan kimsalardir. Yuqoridagi hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Alloh taolo osmonlar va yerni va ulug' arsh kabi juda buyuk maxluqotlarning Robbisi ekanini zikr qildilar. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Alloh taolo nafaqat ulkan maxluqotlarning Robbisi, balki u barchamizni katta-yu kichik hamma maxluqotlarning Robbisi ekanini alohida zikr qildilar. So'ngra Rasululloh shunday dedilar: "Allohim, sen donni ham, urug' danaklarni ham undirib o'stiruvchisan. Jonsiz bo'lgan don dunlarni yorilib, so'ngra nihol bo'lib unib chiqishi ham Allohning qudratiga dalolat qiluvchidir." Alloh taolo aytadi: "Ekinlarni sizlar undirib o'stirasizlarmi yoki biz undirib o'stiruvchimizmi? Don va urug'lar yorilib undan nihol o'sib chiqishi faqat Allohning xohish irodasi bilan bo'ladi. Ularni o'stiruvchi yolg'iz Allohdir." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam donni hamda urug' danaklarni zikr qildilar. Chunki o'sib chiquvchi narsalar yoki daraxt bo'ladi va u danakdan unib chiqadi, yoki o'simliklardir va uning asli don bo'ladi. Donni ham, danakni ham yorib, undan niholni o'stiruvchi yolg'iz Allohdir. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Albatta, Alloh donni ham, urug' danaklarni ham yorib undiruvchidir. U zot o'likdan tirikni chiqarur va tirikdan o'likni chiqaruvchidir. Ana o'sha zot Allohdir." Sizlar shuni bila turib, qanday uning toat ibodatidan chetlanyapsizlar? So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh nozil qilgan kitoblar, Tavrot, Injil va Qur'onni zikr qildilar. Alloh taolo o'z kitoblarini nozil qilishi insonlar uchun eng buyuk ne'matdir. Insonlarning hidoyatga kelishlari uchun, oxiratda baxt saodatga erishishlari va dunyoda adolat bilan yashashlari uchun Alloh taolo o'z kitoblarini nozil qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu duoda Allohning buyuk sifatlarini, barcha mavjudotlarning Robbisi, barcha narsalarga yolg'iz Allohning o'zi egalik qilishini aytib, keyin Allohdan panoh so'radilar. Rasululloh bu duoda qanday yomonliklardan panoh so'rab Allohga iltijo qildilar? Hadisga quloq tuting. Men sendan barcha narsalarning yomonligidan panoh tilayman. Albatta sen barcha narsani peshonasidan tutguvchisan. Ya'ni barcha narsalar Allohga bo'ysunuvchidir. Alloh barcha narsaga egalik qiladi. Biror narsa Allohning izni irodasidan chiqib keta olmaydi. Demak, barcha narsalarning yomonligidan saqlovchi yolg'iz Allohning o'zidir. Shunday ekan, Allohdan panoh so'rasak, Alloh o'zi xohlaganidek himoya qiladi. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohning yana buyuk ism sifatlarini zikr qildilar. Alloh taolo doimo bor bo'lgan azaliy zot va undan oldin biror narsa bo'lmagan. Va Alloh taolo abadiy, boqiy qoluvchi zot. Allohdan boshqa biror narsa o'z xohish irodasi bilan abadiy qola olmaydi. Faqat Alloh iroda qilgan narsalargina abadiy qoladi. So'ngra Alloh taolo barcha narsalar ustida oliy ekanini va biror narsa Allohga maxfiy qolmasligini zikr qildilar. Keyin Rasululloh bizlarning qarzimizdan o'zing xalos qilgin deb Allohdan ehtiyojlarni so'radilar.
ya'ni barcha qarzlarimizni, bizning ustimizda bo'lgan barcha haq huquqlarni o'tashga o'zing muvaffaq qilgin. Barcha bandalarning haq huquqlarini to'liq o'tashimizga o'zing yordam bergin. Bundan avval bizlarning bo'ynimizda bo'lgan o'zingni haqqingni ado etishimizga o'zing yordam bergin. Boshqa duoda aytilganidek, Allohim, seni mudom zikr qilishda, senga shukr qilishda va senga go'zal ibodat qilishga o'zing menga yordam bergin. E'tibor beringlar. Rasululloh aytayaptilar: bizlarning qarzimizdan o'zing xalos qilgin va bizlarni muhtojlikdan qutqarib, o'ziga to'q behojat insonlardan qilgin. Ya'ni bizlarni insonlarga muhtoj qilib qo'ymagin va bizlarni faqirlikdan asragin. Albatta eng katta faqirlik qalbning faqirligidir. Boyligi yo'q inson ham faqir bo'lishi mumkin, lekin haqiqiy faqirlik ochko'z bo'lish, qalbning qanoatsiz bo'lishidir. Xuddi shuningdek, haqiqiy boylik Allohdan umid qilib, Allohga chinakam tavakkul qilish, Alloh bergan rizqqa qoniqib, faqat Allohga muhtoj bo'lib, bandalardan biror narsa ta'ma qilmaslik, mana shu haqiqiy boylikdir. Mol dunyo bilan boy bo'lish esa haqiqiy boylik emas. Chunki mol dunyo kelib ketadigan narsa. Bugun bor, ertaga bo'lmasligi mumkin. Alloh taolodan so'raymiz. Alloh taolo barchalarimizning qarzlarimizni, ustimizda bo'lgan haq huquqlarni ado qilishimizga muvaffaq qilsin. Alloh taolo bizlarni faqirlikdan qutqarib, birovlarga muhtoj bo'lmaydigan, qalbi to'q, qanoatli insonlardan qilsin. Va barcha narsalarning yomonligidan Allohning o'zi hammamizni asrasin. Alloh barcha narsani peshonasidan tutguvchidir. Barcha olamlarning Robbisi Allohga hamd sanolar bo'lsin. Walhamdulillahi robbil alamin.